Assalomu alaykum hurmatli YouTube muxlislari va hamma Bob TV kanalining a'zolari. Mana navbatdagi ishlarimiz bu kachalarimiz. Bu yotgan holati, bu yotish holati, yotgan holatida qilingan ko'ryapmiz. Tepalari provnaster, o'zi profil polning, yonlarida ishlarimiz bor. Holatda yotish holati. Hozir laklab chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Hozir egasiga topshirib yuboramiz, berib yuboriladi. Bularda narxlari 3,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, yaxshilab to'g'rilab beramiz. Mana chiroyli yig'ilib ham yotadi, ham keturadi. Mana bunday qilib ham turadi. Bular bitgan yo'q, hali necha bor ishlari bor. Glitchdan boshqa narsa ham qilib beraveramiz. Boshqacha kasalamiz. Bu yoqda endi so'rlarimiz ham bor. Bu so'rimiz hali bitgan yo'q. Bularning narxini ham kelishtirib beramiz. Bular ketadi. Tomi box so'rimiz. Bularda 3 metrga 3,5 metr masofasi. Bu yoqda bitgan so'rlarimiz bor, bu yoqda. Va 210 ga 260 so'rimiz bu. Bu 2,5 million so'm deb baho etilyapti ularga. Kelishtirib beramiz ularni ham. Bu yoqda ham so'rimiz bor. Bu so'rimiz bizam 210 ga 260. 3,5 million deyilyapti. Bular ichida qalinroq materialda yasalgan, narigi so'rimiz ichida yuqoriroq materialda yasalgan. Shunga ichida qimmatroq chiqadi. O'rtasida ikkita palasa qo'yib berilgan bular. Darvozalarimiz bor. Bizni ko'rishda davom etinglar. Mana tepadagi nomerlarimiz. Biz ko'rishda davom etinglar. Siz pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, bemalolchilik. Qancha zakaz bo'lsa qabul qilib, yasab dastavka qilib berishga harakat qilaveramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.